Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi mashinamiz Lacetti avtomat korobka. Yaqin akamizniki. Ularga kelib video syomka qilib beramiz. Bitta hol qilish kerak. Moykacha, podrovkacha. Holati yomon emas. Xo'sh, bitta orqa kelgan ana shunday pitnosi bor. Zanglari ikkita kalenkasi olingan. Mana bu holati. Mashinamizda hadoviga, motoriga ishi yo'q, yaqinda remontdan chiqqan ekan. Hozir to'liq ma'lumot yana eshitasiz. Aka, yili nechi buni? 2011-yil. 168 mingta yurgan metanlari bilan motoriga ishi yo'q. Bitta shu bamperni sepib, moykadan chiqarish kerak. Buni qancha qilib berasiz? Bo'ladigan 6,5. 6,5 dan yana tushib beradigan joyi bormi? Yo'q, 6,5 baraka. 6,5 ming bo'lsa baraka qilamiz. Nomerlarni pastga qo'yib beraman. Keyin kapotni uchigan pitnosi bor.